Kamina Nurmuddin Momov yana sizlar bilan assalomu alaykum. Bugun yurtimizda mahalla fuqarolar yig'inlari raislari saylovi bo'lib o'tyapti va munosib raisga saylanmoqda. Umid qilamizki, ular mahallalar nufuzini yanada oshirishga xizmat qilishadi. Hozir e'tiboringizga rais bo'lib saylandingiz deb nomlangan she'rimni havola etaman. Qoyil qoldik nutqingizga, dasturingiz yoqdi bizga, ovoz berdik yakdil sizga, rais bo'lib saylandingiz. Aravani taraqa turuq qilib olib qochmang quruq, demang tanish, aymoq urug', rais bo'lib saylandingiz. Bo'lmang loqayd befarq zinhor, o'tkazmangiz kunni bekor, yeching qanday muammo bor, rais bo'lib saylandingiz. Mahallam deb kuydiring jon, aylang bag'rin bog'i bo'ston, qalovun toping imkon, rais bo'lib saylandingiz. So'rab turingiz ahvolin, miskin xasta kampir cholin, o'nglang nochorlarning holin, rais bo'lib saylandingiz. Mahalla dardi meniki deng, quloch yozsin ezgulik keng, har fuqaro tashvishin yeng, rais bo'lib saylandingiz. Vadangizda turing endi, otga qamchi uring endi, qani olg'a yuring endi, rais bo'lib saylandingiz. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.